Bu video murojaatim Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani va Rizkayning rahbari boshlig'i Faxriddinga bu video murojaatim. Faxriddin, qonun ustuvor jazo muqarrar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu evakuator haydovchisiga nisbatan jarima qo'llashingizni so'rayman va bunga rasmiy munosabatingizni bildirishingizni so'rayman. Biz o'rganish jarayonida fuqarolarning aytishlaricha uni so'rab surishtirdik. Evakuatorning sug'urtasi yoki shunda dokumentlar, hujjatlari 100% to'liq emasligi aniqlandi va evakuatorga nisbatan haydovchilik pravosi deymiz-u, guvohnomasi bir-biriga zid kelmaydigan ravishda demoqda bizga kelib tushgan ma'lumotlarga qaraganda. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Faxriddin Rizkayning rahbari bu 4 yil Beruniy Amurdaryo 3 rayonning respublikaskiy gaylarning boshlig'i rahbari. Bu sababi meni ishlatishdan maqsad shaxsiy adovatina ko'ra, meni fikrim. Buning sababi Amurdaryodan kelgan gay YP xodimlarimiz xizmat faoliyatidan ko'ngli to'lmaganligi sababli va buni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganman. Shunga nisbatan meningcha Faxriddinning nafrati qo'zib ketdimi deyman, Yagona TVga nisbatan. Shu sababli Yagona TVni ushlab va jarima maydoniga tiqib qo'ydi. Shu yo'lning o'zida YP xodimlarga murojaat qilib, evakuatorga nisbatan jarima qo'llashingizni so'rayman. Men sizga murojaat qilaman. U Spolishniy polosani bosib qayrildi va strechida turdi. Avariya signalizatsiyani qo'shmasdan ortga bosdi va undan keyin strecher haydab, avariya holatini yasagan holda strecher haydab borib o'zining yo'nalishiga chiqib oldi va o'zining yo'nalishiga chiqishdan oldin va yanada Spolishniy polosani bosib o'tdi. Va shunga rasmiy munosabat bildirishingizni so'rayman va antikorrupsiya ommaviy axborotini shunga evakuatorga nisbatan chora ko'rganlaringizni va ijtimoiy tarmoqda yoritib berishingizni so'rayman sizlardan. Bu yerda yozilgan kommentariyalarning barchasi IB xodimlarining rasmiy kanalida chiqqan video ostiga yozilgan kommentariya. Men Yagona TVning ommaviy axborot vositasi Yagona TVning nomidan shaxsan men o'zim iltimos qilaman, shu evakuator haydovchisiga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Qonunbuzarligi bu yerda videoda aks qilingan va mening YouTube kanalimga, mening Instagram kanalimga, Yagona TV Instagram kanaliga kirib ko'rsangiz bo'ladi. To'liq videolarimiz turibdi shu yerda. To'liq videolarimiz turibdi. Shularni ko'rib shunga baho bersangiz bo'ladi. Bu yerda evakuator haydovchisidan 6 marta pravila buzilgan. Shu 6sida qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman.